ZKK qancha topadi TikTokda? Shu translyatsiya orqali, ya'ni prямой efir orqali. ZKK ko'pchilik haqidagi ma'lumotni qayerdan oladi? U yoki agentmi yoki biron joyda ishlaydimi? Orqangizda turgan tankingiz kim? Yozib berganman, 11:02 ham topshirganman. 21-iyun kuni bo'lgan hodisa ular. Aytishlari bo'yicha oldin siz odam ishlatgan stroykada. Stroyga odam ishlatgan, ba'zi bir sabablarga ko'ra qamalib ketgansiz. Adım Bunyat. Rahmet olsun. 80 yaşım oldu. Assalomu alaykum Mahalla Show YouTube kanalining hurmatli kuzatuvchilari, assalomu alaykum og'alar, opalar. Bugungi mahallamizning mehmoni, ko'pchilik bu kishini tanisa kerak. Zek TikToker. Endi biz Bunyat aka deymiz. Assalomu alaykum Bunyat aka. Yana bir bor siz bilan mana shu intervyuga chiqishda, suhbat qurishda yo'q demagingiz uchun kattakon rahmat. Mana xudo xolasa bugungi mehmonimiz ko'pchilikning kommentariyada yozishi, ko'pchilikning Telegramimizda bizga iloji bo'lsa ZKK bilan oling, ZKK bilan oling dedi. Mana xudo xolasa ZKKning oldiga keldi. Endi o'sha sizlar yozgan savollarga xudo xolasa javob olishga harakat qilamiz. Bunyat aka, assalomu alaykum yana bir bor. Endi adabiycha gapirishamiz. Chunki bu kishi Xorazmdan-sa, Xorazm Shovot viloyatidan. Tumanidan. Shuning uchun adabiy tilda hamma tushunadigan tilda gaplashishga harakat qilamiz. Bunyat aka, bir o'zingizni tanishtirsangiz. Qayerdansiz? Nechinchi yilsiz? Haqiqiy ismingiz nima? Qisqacha bo'lsa ham. Benim adım Bunyat. Ahmet Bunyat mamma. Ahmet Bunyat. 80 yıl mamma. 80-yil. To'shna 80-yil. 80 yıl manda ben yalgan gaplanma. Bana yangi hozir bu TikTok'tan gaplashib o'tiramiz yo'q. Men botil o'ynajakim yo'q. Shunday lekin to'g'ri. Haqiqat bo'lsin tamom. Men masalan sizlar bilan men TikTok'da ham olib qochmayman men. Bo'sh arvoni. To'g'ri. Borincha ketaveradi. Xorazmdan Shovotliman men. Aha. 80-yilman. Hozir donli moment Toshkentda yashayman men. Toshkentda yashaysiz. Endi 30 yil bo'ldi. 29 yil bo'ldi Toshkentda istiqomat qilaman men. 29 yildan beri pashti Toshkentda yashaysiz. Hozir yana 97-yil borgan bo'lsam, hozir 28,5 yil. 29 yilga qarab ketdi. Uje payt. Bu yo'lda tirikchilik, bizneslar, biznes yo'q menda. Men uyda yotaman ko'rib, evvelam ishlamayman, hech yerda hozir ham ishlayman men. Endi shu ko'pchilik haqda og'alarimiz, opalarimiz bergan, ya'ni o'zingizni kuzatuvchilaringiz bergan savol. ZKK qancha topadi TikTokda? Shu translyatsiya orqali, ya'ni prямой efir orqali. Borini ayting yoki mayli borini aytmasangiz ham, yo 5 so'm yashirib ayting, 5 so'm oshirib ayting. So'rab turgan odamlarga aytib qo'y. Necha so'm bergan ekan menga? Значит, sir aytmaysiz. Yo'q, o'zida shu so'rab turgan odamlar, masalan, menga bersa ham bo'lsa, masalan, sen 500 so'm bergansan. Bu 500 so'm, org'i 500, 1000 bo'ladi. İlacı boricha birovning kishasidagi pulni sanamaslikka harakat qilsin hamma. To'g'ri lekin. Bu gapingiz to'g'ri. Endi yo'q, endi qiziqadi-da shu maqsadda. Hech qanday bu yerda ne yangi deyin. Shu bilinmaymi, men tushunib. Bular sir. Bo'ldi, tushunarli. O'qimishsiz odamman. Endiki savol. TikTokka Zekniki bilan kirib kelishingizga asosiy sabab. Zekniki bilan kirib kelishim asosiy sabab bu ben 2004-yilda 2004 yani 20 yıl bu 21 yıl oldu mu? Bu beni özü TikToksuz ama beni lakabım bu. Lakabınız. Ben TikTok'a Zek Bob spesialini Zek'te bir yazıp özüm maqtaş için girmeyeyim mi? Ben ürgenlik kalmam ben o Zek diyen nerseye ürgenlik kalmam. Böyle bu ne ta dedi, böyle zeka dedi, şu ne o kan, 21 yıl bağımlı. Yani siz aytmoqchisiz ki shunda sizni bu zek taxallusiz. Hayotda ham shu. Shuning bo'lib qolgan, meni adım Bunyat. Tushunarli. Yani ben de bir ozgina ne bo'lgan? Hali bu haqida gaplashamiz. Shundan keyin bo'lgan narsa u. TikTokka nechinchi yilda kirib kelgansiz? İlk kirib kelishingizga sabab nima? 2019-yılda Paputi случайно girip kaldık beri. Pul tapish maqsadında emas, şu случайно girip kaldık da.
Ya'ni siz hech kim olib kirmagan ham. Yo'q, menga birov taklif ham qilmagan bu ishni. Men prosta YouTube ko'radim va Korostroykada bolalar bilan ishlab yurib, ozgina bana diviziyona bo'lib taksiyot qiladim men. Keyin shu TikTok yanımda bola gülavergeni, ne gülaverasan YouTube'da yok bunday narsa, gülgili narsa, bol turan narsa mesela kino görüş mümkün. Ya prikol görüp oturganingga dizayn, pizayn ya tudasudalanda kızçılarni. Ya Mirza görüp oturan ne gülaverasan desem, vay lan bu TikTok bu da, buna o desem bu prikolni sayt bu dedi. Madem açıp verse dedim, şu açıp vergen, şu bilen papuda girip kaldık mı? 19. yılda yazdı. 2019 yilda kirib kelgan. Karantindan eldin. Qachon endi pul ishlashni boshlagansiz, ya'ni streamdan? U paytlar bilasiz, battle degan narsa yo'q edi. Yo'q, battle'lar bor edi, endi o'ynay dedilar, men o'ynamadim, o'ynaydik, prosta o'tirib. Guruh qilib. Najilani o'ynamadim. Постоянно shu yangidan Tushunarli. podalshi paslat qilib, to'da o'sin. Ana bu mashinim bor-ku, bundan eldin arqa oq mashina dedim yana bir. Ekraningizga chiqadi rasmlari, Kitaychi. Shuni olib kira qilib yurdim shaharda, Toshkentda, Yunusobodda 7 polosali joyda eng chetda o'tirgan yerimda mashina bir Nexia kelib urdi. Durgan yerimda o'tirdim men, TikTok ochib, efir etib o'tirdim. Keyin shu 4 oyda geldi nesi benim liniyadan snimat et tashladılar. Köçeden paputu ishlab bo'lmaydi, inamarka menmiydi adam. Galasavat et turarlar, yanına barsan yok dedi. Korkadılar, indi inamarka menmiydi, o erkek adamlar buna veradi, oruslar minadi. Lekin oddiy ayollar, jenshinalar, qarı jenshinalar bilishi mumkin. Yoshda menmiydi. Qizlar korkadılar, indi inamarkada baland mashinada ne olsa menmiydilar, da korkadılar hamma. Katta shahar Toshkent ham, zaman mayda joy emas. Shundan keyin, короче, bu yerda to'xtatgandan keyin shu battle Jelaniyadan o'ynadim keyin men. Dalshi o'ynab boshladim men. Necha yil bo'ldi endi siz aytdim gap. 1 yildan oshdi. 1 yil. Siz TikTokdan daromad olib boshlashingizni 1 yildan oshdi. TikTokdan daromad olib boshladim 1 yildan oshdi. Unda hali eshitma bo'lmabdi-da sizga? Yo'q. Unda yo'q, masalan ko'pchilik aytadi, endi men shu savolga men Zek og'am nomidan javob berib o'tsam, Zek og'am mana efirda qilasiz, ko'pchilik aytadi, necha yildan beri efirga qilasiz, necha yildan beri battle qilasiz, nimaga shu pullar qana deyishadi. Zinachsiz 1 yil bo'lib hali почти. Jelaniyadan TikTok orqali pul ishlab boshlaganimga, nastoящий shu battle'dan pul ishlab boshlaganimga 1 yildan o'tdi. 1 yildan o'tdi. Lekin stream постоянно qilganman 19dan beri shu endi 6 yil, 7-yilga qarab ketib qo'ydi. Prosta guruh qilib, do'stlar bilan charcha qilib o'tirgansiz. Shu vaqtcha prosta ne Prosta tushunarli. ish vaqtida men ko'pincha vaqtim ko'p bo'ladi, neda stroykada adam ishlayotgan vaqtda yotaman men, o'sha yerda kursida o'tiraman, shu efir qilib o'tiraman, gaplashib. Tushunarli. Endi hozirroq o'tmishingizga qaytsak, agar mumkin bo'lsa, agar aytishingiz, xoh ayting, xoh aytmang, u yo'q o'ziga bog'liq. Aytishlari bo'yicha oldin siz odam ishlatgan stroykada. Stroykada odam ishlatgan, ba'zi bir sabablarga ko'ra qamalib ketgansiz. Yo'q. Shu haqida Stroyka yo'q. Stroyka uchun qamalmaganman men. Men qamalgan bo'lsam, o 24 yoshimda, yosh yigit vaqtimda uylanmaganman men o vaqtda. Shu vaqtda qamalganman men. Kontrabanda, noqonuniy oldi sotdi narsalar bilan da. 2008 yil chiqqanman men. Nechinchi yil kirgansiz? 2004. Endi bu yerda hozir bundan keyin negativ efirda ko'payib ketishi mumkin. Uni deb hozir nelarni so'roqlarni aytyapmiz buni. Xullas, короче, men qamalib chiqqanim to'g'ri, sotlanganman. Ya'ni stroyga bo'yicha emas yoki boshqa. Вообще stroyga umuman aloqasi yo'q. Men oldin 97-yildan to 2004-yilgacha ipodromda Xorazm, Toshkent, Samarqand, Toshkent, Buxoro, Toshkent, Navoiy yo'nalishda avtobusda starshi bo'lganman men.
Aha. Posrednik bir avtobusni olaman, bir avtobus stankada avtobuslar ko'p bo'ladi, boraman. Salom, endi bu yerdadam o'sha TikTokda nechik donish bo'lsam, ipodromda ham shunday donish bo'lganman men. Aha. Taniqlarda endi. Shu arenda olamiz. Samarqandda bir borib kelish 500 so'm, Buxoroga bir borib kelish 600 so'm, Navoiyga borib kelish 550 so'm, Urganchga kelib ketish 700 so'm. Edi. Shu paytlar. 700 ming so'm salarkasini qo'yib beramiz, odam mindiramiz. Abdurahmon dadasi bilan ishlaganman. Aha. Abdurahmon, taniysanmi? Taniyman. Dizayn. Dizaynchi. U Jabbor aka bilan ishlayapman men. Xorazmga qatnashimiz bilan Samarqandga qatnashimiz. Ular eskidan avtobuschi ular. Abdujabbor aka. O'shalar bilan ishlayapman men shu vaqtlarda. Endi hozir aytachim, men u 2004-yilda posrednik bo'lganman men. Ha, keyinchalik bu yo'ldan chiqqandan keyin bo'lganda endi bu, to'g'rimi siz aytib? Posrednik bo'lganim u shu 15-yil, 14-yillarda u bu yoqda u. Tushunarli. Endi hozir TikTokdan tashqari bizneslaringiz bormi? Daromadlaringiz boshqa? Yo'q. Hech qayerda ishlamaysiz. Hech qayerda daromad yo'q boshqa. Faqat shu stream orqali. Yo'q, bankdan kredit olib yashaymiz. Mashina, shu tirikchilik, короче. Yo'q, masalan boshqa TikTokdan bo'sh paytingiz ham Yo'q. qilmaysiz. Yo'q. Faqat shu TikTok orqali. Hozirda shunda sizda hech qanday biznes yo'q. Hammasi daromadingiz mana shu stream orqali, TikTokdagi stream orqali bo'ladi, to'g'rimi? Da. Oilangiz bor. Oilam bor. Farzandlaringiz. Bor. Nechta farzand? 3. O'g'il, qiz? 2 o'g'il, 1 qiz. o'g'il, Mo'min, bir qiz. Ali, Amina. Amina. Ertaga masalan hozir farzandlaringizni o'qityapsiz-a, adashmasam? Yo yoshmi? Yo'q, kichkina bog'chada endi boradi maktabga. Ay, hali kichkina. Xudo xolasa ertaga mana shu asosan sizni TikTokda sizni kuzatuvchilaringiz ya'ni sizni qo'pol gapiradi, ya'ni o'zimiz tilda aytadigan bo'lsa so'kinadi deyishadi. Ertaga ana shu videolaringiz sahnada bo'lib qolayotgan farzandlaringizdan shu narsa xijolat bo'lmaysizmi? Asosan sizga masalan dada siz mana shunday so'kinasiz ekan menga aytishdi desa. Yo'q, nechun u? Ben masalan efir olib tursam, men ikkimiz gaplashib o'tiribmiz. Shunday. So'kdimmi sana? Yo'q. So'kmadim aka. Ya'ni bo'ldi, sizni tushundim o'sha. Operatora so'kdimmi? Yo'q. So'kkanim yo'q. Bana значит negativniy fikr bildiradigan odamlar negativniy fikr bildiradigan odamlarni shunday deb bilaman men. Ular ichkara ishlari yurishmayotgan. Aslında TikTokda men toka TikTok bilan shug'ullanaman. Bilasan ha? Menda Instagram, YouTube, Facebook yo'q. degan narsa yo'q menda. Faqat TikTok. Da. Aslında negativ bildiradigan odamlarni men bilaman ishsiz, ish yurishmayotgan, och, nahar. O'shunday odamlar deb bilaman. Ish yoqmas, qochqin. Masalan, ular endi öyle bir yerde işe varıp uynadan pul ekkemin posrednik kidat kıldı da geledi bu balla. Tushunarli. 8 ay 10 ay yürüdüden özleri yiyip içip öyle bir yere varıp özünce Moskova geldim ben ya Kazakistan Almatı'da yürütmen de şu oynayıp Adin Xpet oynadılar başka karta oynadılar. Ya bulmasam her xil işler bilen indi görgen ben benim. Siz ancha muncha odam. O şimdi adamların köpüsü içip alıp negatif yazdılar. Arasında mektep balla bir diyelim girip kalmışım. Aslında mektep balla girmeydi. Bir de mektep balla girmesinin sebebi TikTok VPN bilen işiydi. Через VPN. Через VPN. Через VPN de yani Mut VPN'den faydalanış için megabayt idi o. Şunday. İkinci merteydi. Bir internetten faydalanan için. İkincisi VPN özü İşlep turgan uchun. İşlep turgan için vam yedi megabayt. Mesela sen de 15 giga aladığın bozan buraya o duvayno yiydi ahı. Ya'ni 30 yeydi degan. Ama şimdi mesela ne? Misol qilib aytyapsiz, to'g'ri? Mektep ballada VPN yok. Ular yetiştirip bilmeydi. Buna aslında şu vaya yetken ballar aslında çetele işe getirgen ballar ayamin yapamazsam şu 5-6 adam içinde oturup iceş Hazır. sökedi de bir söktü. Şimdi köçede de man hiç adam yol kadı.
Zek brat ishi o'rtog'ima bir so'kvaring Telegramdan. Hazır qilib, ha. To'maloq video tashlab bering deb. Qo'ysam bor ketdim men. Shu endi u nedalar o'zima. Men efirda emasman. Bu endi ko'chada yurishim. Shunday. Hozir endi siz aytmoqchi bo'lyapsizki, ya'ni bu siz TikTokka kirganda boshqa odam, hayotda esa umuman boshqa odam, to'g'rimi? Yo, men u yerda hech qanday o'zgarmayman men. Madam ko'chada hozir birov masalan o'zi negativ fikr bildirsa men uzr yaxshi kechirasiz deb ketibman. Men aytaman unga. Sen uchun manga ya danışmıyorsan ya bir aldı berdimiz bağımı da ben aşağıda dedim janjal çıkarıyorum ama farkı yok onu. Prosto ma konkret mi evim bolsa ma açışım mümkün. Bu adam mesela efir kılıp oturup ma batıl oynap oturup ma yani yangi romal orap şey becereme. Kime kızık ya bu? Mesela. Doğru. O zaman $10.000 bertir desem sana. Berolmaydi. Veremeysen ki, 10 milyon mu veremeysen pulun Doğru, bulmasa? doğru. Значит bir insanın hayatına aralashmaslığı gerek. Yakamı tamaşa kılış gerek. Yakmasa lent etkilsen başka adam köp. Shunday. Başka adam. Birov mesela undatib o'tiribdi, birov qoshini qiradi, birov quloqini döşedi, birov labini döşedi, birov kerchga yeydi mesela. Doğru. Sharlikka sindiradi da. Endi jelaniyadan bu. Shunday. Onun için bana sen xotin çalışsan sen, sen kötsen ya bo'lmasa har xil yangi haqoratlar qilgani ma shart emas uni. Agarda menda ishi bo'lsa, men aytib ko'pman men. Men ishini bitkiza olmayman, birovni ishi bo'lsa menda. Hozir sen bilan suhbatlashaylik deding, yaxshi gel, suhbatlashsang gel dedim. Rahmat. Atak men o'zi suhbatlashmasligim neden? Man nova gerek bu. Mesela ben özümü tanıştıracak emasman. To'g'ri lekin. Ya maqtanacak emasman. Ben falan biznes qilaman. Ben sizlar arada girib qoldim. Ben ayda $40.000 ishlayman, $35.000 ishlayman deb aytjagim yo'q. Yo'q, rahmat. Men boshqa ishim yo'q. Men to'g'ri TikTokda ozondan kechacha hozirgi davrda 1,5 yil 1 yildan endi oshdi. Shu davr mobaynimda hech yerda ishlamayman. Evvel indi işledim aytdim mi? Hozir ishlayman men. Ish yerda to'g'ri TikTokda qarab yotaveраman. Bu fanatlar bor, kuzatuvchilar bor, o'zlari podeshya qilib yordam qiladilar shu. TikTok platformasida 5 ta videolarini o'zini emas, yomonlik bo'lmasin, 5 ta videolarini yoki efirlarini yomon ko'radigan TikToker. 5 ta. Efirini, videolarini o'zi yoqtirmaysiz. O'zidan yomonligingiz yo'q. Yo'q, men inasan Xudo haqqi, men uni yolg'on so'zlab o'tirmayman. Men hech kimni kuzatmayman. Efirini. Ha, tushunarli. Umuman kuzatib o'tiraman. Men ishim TikTok bo'ladigan bo'lsa, masalan, sen ham streamer deb hisoblaylik, men ham eşim, beşim, hamma streamer. Ne için ben özümün efirimni yapıp koyuşum gerek de eşimni tamaşa qilishmayman. Hatta ben özüm efir qilsam, işim şu meni. Açıp oturuşum 20 saat bo'lami. Qachonki menga to'g'ri keladigan darajada ne bo'lsa, значит ne? Kuzatasiz. Shunda ya'ni demoqchisizki yomon ko'radigan insoningiz yo'q, chunki siz hech kim kuzatmaysiz. Men kuzatib o'tirmayman. Xullas, bo'ldi, xo'p. Yaxshi hurmat qilgan insoningizchi? Siz bilan uylanib masalan birga efir qilib qolsanglar, chachaq qilib, gurung qilib o'tiradigan insoningizz bormi, hurmat qilib? Yomonligingiz yo'q, masalan hurmat qilasiz. Shu inson bilan o'tirib suhbat qilgingiz keladi efirda. Bormi 5 ta TikToker? Suhbat. O'tirib olib, Yes, suhbat uchun pul topilmaydi. Ben o'zi suhbatlashishni, prosta o'tirishni yomon ko'raman. Bo'lsa men oddiy o'ynaydigan battle o'ynashim uchun Turkmanistonlar bilan o'ynayman hozir, Qozog'iston bilan o'ynab qolaman. Qirg'iziston bilan o'ynab qolaman. Основной O'zbekistonda только так azartniy yerda mabodo na желание o'ynaydigan bo'lsak, Elibanat bilan o'ynayman men. Bir-birimizni yangi tepamiz, so'kamiz, haqorat qilamiz. Boshqa ne bilan maza qilmayman men battle o'ynab. Jilaniyada o'ynab. Qolganlari bilan men baribir jilaniyasini bajarib bermayman, tuflayman men qolganini. Elibanat bilan yaxshisiz. Ya'ni yo'q, Elibanat o'zi netadi-da yangi zajigat qiladi. Shu men nechalim kutgan onu otvetni berib biladi. Tushunarli. Keyin endi
yana xafa ham bo'lmaydi. Yana ketaverasizlar. Da, ya'ni o'ta yomon bilan o'tirib bir suhbatlashib, nalivatashib deb 5-5 ichamiz. Boshqasi yo'q. Boshqa yo'q. Значит, ikkita inson bor. Endi tak просто душевный narsadan bottle o'ynash uchun Alibonat bilan o'ynayman men. Na желание. Или boshqa respublikani streamerlari bilan o'tirasiz. Oz-moz o'ynayman. Mana dimam ko'p undan katta bottle olmaganman. Yo'q menda. Men liboy Qozog'iston, Qirg'iziston bilan ham ketaverasiz. qolgan vaqtda o'ynayveraman men, da. Tushunadi. Shu men atak bir dona o'zbek streamerlar ichida bir dona Alibonat bilan normalniy pichoqlashsa bo'ladi bir uzoqdan da. Haqorat qilib bir-birini. Tushunadi. Endi sizga savol, ZKK ko'pchilik haqidagi ma'lumotni qayerdan oladi? U yoki agentmi yoki biron joyda ishlaydimi degan savollar ham bor. Haqiqatan lekin siz ko'pchilik haqida ma'lumot bilasiz. Intuitsiya. Ya'ni xirabga olaman o'zi aytib qo'yadi. ya'ni siz taxmin aytasiz. Короче, qarab o'tiraman. Что netib kelaman, u yoqdan kovalab aylantirib kelib, birdan uraman, keyin o'zi tanol qo'yadi-da. Ha, ya'ni siz hech qayerda ishlamaysiz, shunchaki tavakkal aytasiz, o'sha narsa to'g'ri kelib chiqadi. Da, hech qayerda ishlayman, o'qimayman men. 2 marta masalan, javobgarlikka tortilganman, boshqa men vish obrazovание emas, men kollejda o'qiganman. Shu kollejdan keyin Samarqandda o'qishga borganman men, nega Danilagirga. Shu bo'ldi, tamom, boshqa hech yerda o'qimayman. Yo'q. Eshitdingizlar? Ko'pchilik aytadi, ZKK deydi, shunaqa joydan zonada o'tirib chiqqan, hozir bu agent shunaqa deyishgan savollar ham ko'p bo'ldi. To'g'risini aytaman, eng birinchi menga kelgan savollardan shu bo'ldi. O'zi birinchi nima aytmoqman? Agent deganda nima tushunish mumkin? Ya'ni agent deganda bizni, ya'ni dehqonchilikka aytadigan bo'lsa quloqlar deyman ana shu narsa. Quloq deyishadi. Meni shu bo'lgan narsa, men savol bu. Bu yerda hech qanday bir nima yo'q, shunchaki savol. Ikkinchi vapros sizga shundayki, yaqinda Buxoroda bo'lgan voqeada, ya'ni Umar TikToker oldingizga borgan. Bu PR-midi yoki haqiqatan? Yo'q. Uni men yozib berganman, 11:02 ham topshirganman. 21-iyun kuni bo'lgan hodisa ular u spisom pul topish maqsadida Tojikistonning bayrog'ini ko'tarib, yo'q qilib chiqdi. Lekin baribir hayotda hech narsa hisob kitobsiz qolmaydi. Shunday. Baribir uni qonun bo'yicha topshirganman men yozib. Endi o'zim ham aqlim yetadi u bilan gaplashmagan. Mana nima kerak? U bilan men ham uni poylab borsam bo'ladi 5-6 joram bilan yo shunday. Birovlar yonimda yurib men gaplashaman deb yo bir случайный ko'chada ushlab olish mumkin. Poylab o'tirsam-da, masalan. Endi mana nima kerak? Qonun doirasida uni чистый официальный жалоба yozib berganman men. Bilmayman, endi uni uchastkoga ko'p atmoroz qildi, chota sal to'xtabroq turibdi. PR emas, men hech kim bilan PR qilmayman. PR qilmaysiz. Men umuman sen bilan ham PR qilmayman men. Ina sen hozir sana intervyu berganim uchun sen menga ertaga she'r urib berasan, yo bo'lmasa $500 berasan dedimmi? Yo'q, unday degan joyi yo'q. Yaxshi, men sana hozir aytdim. Jadasan bu intervyuni dedim. Shunday. YouTube kanalimni rivojlantirajaqman endi bu yerda shu bir ozgina qo'yishim kerak dedim. Shunday. Yaxshi, jo'ra, молодец, ishingga tayyorda. Men masalan sen ziyoning demay turgan bo'lsa, shunday. Mana qizg'i bo'lsani, aytaveryapsizmi? To'g'rilik. Doğrusu da hamma YouTube'dan, Instagram'dan pul ishlayapti, ishlayversan ham. Sen o o'zingni erking pulni yuribsan. Men sana sen bu yoqqa kirma, sen bu ishni qilma deb aytaolamanmi? O'zi kellang boy erkingni, tamam? Shunday. Bosaverasan uni. Sizni asosan ko'pchilik shu negativ deymiz, salbiy fikr bildiradiganlar ZKKni ko'ra olmaydi, ya'ni Sardor Gangster ismli TikToker she'r kelsa yoki bu yerda Alibana haqida ham aytilgan, ya'ni ko'ra olmaydi. Bularga qiladigan so'kinishlaringiz yoki bularga qiladigan o'sha jahlingiz bu hazil sifatida bo'ladimi? Yo'q, men ularga so'kmayman. Men uni masalan men
Ali Banat adam, Serdar adam. Serdar ana akşam geldi mesela bir şiir bozdurup padarken alıp gitti da bize mesela aslında o bilen mülakat kılmıyoruz. Shunday. Hiç kanday alakamız yok. Telefon ya liçkeden yazıp. O özünün işi bilen. TikToker o. Ben özüm işim bilen. TikToker ben. Biz yani o bilen uruş janjalimiz hayatta bo'lmagan. Bir marta sökkenim doğru Ali Banat'la sökkenime o düşünmeyi aralaştı. Sen kollab quvvatlaydın Ali Banat'la söktün dep men keyin aralaşmasan deyanimda bize ikkalamiz gapimiz ne bo'lib bu shundadan bo'lma sökmedim ben söktüm onu lekin. Ya'ni bu shunchaki o'zlaringizni shu yerda bo'lib turgan. O'zlarimizni o'sha 1-2 minut içinde suhbatimiz arasında gap-gapga qovushmay qolgan narsa atak bize hayatta u bilan hech qanday G'arazligingiz yoki boshqa. Yok. Ben ona qaytarib, ben ko'p aytganman. O'zini so'rab bilasanmi sen endi u Dubaydaku ish nachko'an cho'ng girib ketdi biladi. U ham aytishi mumkin. Meni hayotda Zekiga menga hech qanday g'arazligi yo'q deb. Chunki u yoqqa ketmasdan oldin ham Toshkentda 2-3 marta o'rda bu yerda o'tirib birga ovqatlanib tuzlamak bo'lganmizda. Agarda bize birbirimize g'arazligimiz bo'lsa, nijat bize bir yerda ovqatlanishimiz mumkin. Bir-birini yomon ko'radi odam. Ama videolar ko'p-ku bize dachada o'tirganimiz, restoranlarda o'tirganimiz masalan. Ko'rganman videolarni. Da. Ali Banat'dan meni g'arazligim yo'q. Ya'ni bu shunchaki TikTokda shou как Prekrasno bilan. Bu Ali Banatlar bilan onu qilishimiz endi odamlarni qiziqtirish. istagi u o'zi aslida. Bana teklif kılınmaydı Ali Banat'a söking deb, janjallashing deb. Bize ko'proq birbirimizni tana taşlarını atsak, shunda значит hozir bir narsa qopadi o'rtada degan maqsadda odam ko'p like'larni bosib padarka. Bize aslında battle o'ynaymiz na желание. Men o turpoq yediraman, u meni kiyimim yirtadi ya. İt bobur deydi bana mesela da. Doğru, şizalana beradi. Da. Şu başka bizani ortamımızda hech qanday ne yok. Tushunarli. Qaysi tillarni mukammal bilasiz? Sizda rus tilini yaxshi biladi. O'zbek tili, rus tili, Tojik tili, tojikcha ozgina, turkmancha ozgina, qozaqcha yaxshi bilasiz. Tamam, tojikchani ham endi dum ko'p emas, no amaliyman tojikcha. O'zi efirlarda ko'radilar u. Keyin turkmancha ozgina tilini bosibroq endi bu yerda aytib bo'lmaydi, bu YouTube bo'ladigan bo'lsa, bu yerda endi nariroq, tamom. Tushunarli. Neto'roq. Orqangizda turgan tankingiz kim? Tank? Ya'ni siz ko'pchilikni so'kasiz, lekin sizga hech ko'pchilik bo'ladi, bilasiz bu kommentariyani o'zingiz ham o'qigandirsiz. Ko'pchilikni Ya'ni yo'lama hech yerda ko'p bilan o'qiganman. so'kasiz, o'zingiz so'kmaysiz, bilamiz. Ya'ni kelishmay qolasiz. Siz orada gaplashasizlar va kelishmay qolasiz. Lekin sizni unday qilaman, bunday qilaman deganlar ko'p, lekin hech qasdan hech birini qo'lidan hech nima kelmagan. Ya u bolalar o'zi masalan qara. Seni undoq qilaman, seni bundoq qilaman deydigan odam ular hech qaysisi ular ne demez. O'zbekiston territoriyasida emas. O'zbek odam ko'p. Shunday. O'zbek. Shunday. Qirg'izistonda bor, Turkmanistonda, Qozog'istonda yashaydi, Tojikistonda yashaydi. Aytaveradi ular O'zbekistonliman deb. Endi o'zbekcha gapirib turgandan keyin biza O'zbekistonni bolalari bir joyda turib bir-birini o'ldiradigan, uradigan, qiradigan degan emas-ku. Shunday. Bu yerda u telefonlar orqasida kamerasini ochmaydi ular. Nereda turgan lokatsiyasini ham ko'rsatmaydi. Men mana magazinda o'tiribman ya, mana bu falon joyda uyimda, bunda mashinam nomer deb ko'rsatmaydi. Shunday. O'zbekcha gaplardi degani O'zbekistonli emas-ku. Boshqa respublikaning odamlari spisom shunday. Prosta ya ozgina kayfda. Tushunarli. Shunday bo'ladi aslında janjal kelib chiqishi. Ya'ni sizni orqangizda hech kim yo'q. Siz bitta o'zingizsiz. Men orqamda hech kim yo'q. Men birovga ishonib men hozir meni orqamda kim javob beradi men uchun? Men hozir sana so'kkanim uchun. So'kkan bo'lsam javobgarlikka tortadilar meni. Tortdilar ham mana. O'tirib ham chiqdim men ma'muriy javobgarlikka javob berdim. Men bu yerda ne yo'q? Mana u ya birovga ishonib so'kib bo'lmaydi u. Shunday lekin. Masalan sen meni ukam bo'lsang, sen men so'ksam mabodo buni aytaman, aytaman,
Sökkenim için yine muamma koşup sökedi deyen gepmez-ku. Shunday lekin. Doğrusu da. Shunday. Şimdi yok bir yaşam sökünün bir narsa qilib qo'ymaydim men masalan. Karima aslında özü normalni adamlar hech qachon hech kimga negativ yozmaydi. Shunday lekin. Bu gapi to'g'ri. Men masalan meni rasmimni qo'yib beradigan nicklar ham ko'p. Shunday. Boshqa bir efirga borib turib ham negativ yozmaydi ular. Shunday lekin. To'ka o'zimni rasmim bilan kelib o'zimga negativ yozadi. To'g'ri lekin to'g'ri. Bundan xabarim bor ha. Kommentariyani o'qib o'tiraman. O'zimni rasmim bilan kelib o'zimni golobkasini o'zimni rasmimni qo'yib qo'yibdi. Yana kelib turib menga negativ yozadilar. Boshqa efirlarda o'ylanmaydi ular. Ular siz menimcha hazil sifatida o'sha gapirishingizni xohlaydi-da ular. Ana shuning uchun ham sizga yozadi deb o'ylayman men. Endi bir joyda ko'p ishlab qolsang masalan stroyka ya bir oddiy masalanda endi fermada ishladik deylik masalan 5-6 odam yaqin bo'lib ketganmiz u. Palaning degan narsadan masalan. Ana mahalliychilik. Tushunarli. O'zaro suhbat. Da, o'zaro suhbatni endi u yerda mendan boshqani tomosha qilmasa kerak. Ular balkim yo qilgan bilan men hozir yozganim bilan meni o'qimaydi bu deb endi e'tiborni jalb qilish bilmem men shu e'tiborni jalb qilish uchun qiladilar o'xshaydi-da. TikTokdagi ayniqsa mana shu flash qiladigan qizlar bor, yechinib o'tiradigan qizlar bor. Ularga nima deysiz? Onu o'zini tanasini ko'rsatgan qizlar ular uyatsiz qizlar. Ornamussiz ularni ular hech qaysi endi masalan ne обязательно ko'kragini ochib ko'rsatgani. Hozir men undaq qilib ko'tini ko'rsatgan ham sharmandagarchilik-ku. Uni ham amakasi bor. Uni ham tog'asi bor. Shunday. Eri bo'lmagan bilan otasi o'lib ketgan bo'lsa. Ularning oilasida sentri yo'q o'zi. Ma'lum stansiyani o'zi yo'q. Shuni oqibatidan pul topish maqsadida badandan foydalanib turibdilar. Bir ikkilarini ko'rdim bolalari bilan chet elga borib maqtanib. Meni yubkada 12 yoshar bola bilan endi grup yasam 12 yosh, 13 yoshdagi bola o'sha hamma narsani tushunadi-da. Enasini ko'kragi ochilib yotibdi, ichida löpchigi yo'q. Meni yubkada soni ko'rinib yotibdi, ko'tidagi tursiyi ko'rinib yotibdi. Kimga maqtanadi uni? To'g'ri. Bo'pti, men flash qilmaganman, prosta o'tirib efir qilaman deydigan bo'lsa. Masalan-da. To'g'ri. Kimga qizg'i bor uni? Hech kimga. Sharmandagarchilik o'zini asli. Albatta. O'shalar o'ylasin, masalan, balki ular ham shularni aytsinlar borib negativ. Mana ular negativ aytadilar. Men yaxshi, men futbolkamni yechib tashlab onu kallama bir ro'mol tashlab. O'zim ro'molni tashlab turib, bunda qilganim bilan kelin bo'lib qolmayman-ku. To'g'ri. Lekin ular axı o'zini pokiza ko'rsatgani bilan pokiza emasligi ko'rinib turibdi. Nega ularni aytmaydilar? Endi ular ko'p odam bilan o'tirmaydilar, 10-15 odam bilan o'tiradilar. Farqi yo'q, qarachi. Men unday odamlarni ne otasini, ne bir oilasida xotirjamlik yo'q ekanligi ma'lum-da. Yaxshi bilaman degan tushunarli. Endi ko'rinib turgan savdo-ku masalan. Albatta. Ko'rinib turgan savdo-da. To'g'ri lekin. Endi hamma TikTokdan pul topmaydi. Hamma jenshina ya ayol qizlar. Shuni aytmoqchi. Yoki bo'lmasam erdan ajrashgan, hamma erdan ajrashgan qizlar TikTokga kirib olib botl o'ynab o'tirgani yo'q-ku. To'g'ri. Bu hayotda chiroyli qizlar ko'p. Hayoti bo'lmay qolgan, masalan, kelishmay qolib, ro'zgar tarqab ketgan. Ular chiqmaydi. Botl o'ynamaydi ular, ya flash ham qo'ymaydi. Bu TikTokda ko'rsatib turgan qizlardan 1000 marta chiroyli ular. Bir qoshiq suv qo'shib ichaversang bo'ladigan qizlar bor. Ularning ota-onasi bor. Qizim, hayoting bo'lmay qoldi. Yaxshi o'zingga qarab bir, sen ham hali yana baxting ochilib ketadi, yaxshi bo'lib ketasan. Sabr qil. Ne обязательно bu yoqqa chiqib botl o'ynab, dollar topib, dollar topaman degan maqsadda to'nqayib badanni reklama qilish shart emas uni. Bizga hech kim Turkiyaga boradi, kim Dubayga boradi, oddiy xalq uchun eng qiziq emas u. Masalan, to'g'ri lekin. TikTokda Zekoga qizlar bilan yuradi degan gaplar ham bor. Haqiqatmi shu gap? Ya'ni video shu qizlar bilan. Yo'q. Videolar ishlaganingiz bor, videolar. Yo'q, ular o'zlari prosta papuda tushib qoldi. Nada yangi deyin. Efir, ana. Yo'l ustida ko'rishgan. Yo'q.
aktiv mashirin tushib beradi. Yaxshi dedim. Men aytganman lekin tushsang negativ ko'p fikrga tushasan. Men bilan tushma deb. Men hech kim bilan yurmayman. Men oilam muqaddas. Men bolalarimni o'qitasim keladi, yaxshi ishlatasim keladi. Men o'qimishsizman. Men hali bugungachalim o'qimishsizligimdan o'zim rozi emasman o'qiganim uchun. Tushundingmi? O'zimdan masalan. Meni masalan o'qimishsizligimga hech kim aytib emas. To'g'ri. Men maktabga borganman, men kollejga borganman, men uchilishga borganman. O'qishim kerak edi. Men ishaqmaslik qilganman-da. Eng nasi shu. Ya'ni siz hech kim bilan yurmaysiz? Yo'q, men Hammasi shunchaki birov bilan yurishga hazar qilaman men. Hazar qilaman. Men o'zi 24 soat efirda o'tirsam, yangi inna bilan qozib quduqni nina bilan endi bu adabiy tilda aytaylik, nina bilan quduq qozib suv chiqaraman deydi. nina bilan quduq qozsamda cho'mish bilan ko'mib tashlasam. To'g'ri. O'zing tushunaver, men u gaplashimga qarab prosta suhbatlashishim mumkin. Jonim asal qizim, yaxshimisan? Asona men Hamma shunga qaraydi-da. da endi men lekin yo'q, men hech kim bilan uchrashishdan xohlamayman. Endi uchrashganim bilan ham men ularni effektda o'tirgan odamlar bilan o'zi bilan uchrashaman. Hammasini bilasiz ularning uchun. Ko'rinib turgan savdo, u ko'rinib turgan savdo. To'g'ri lekin. Masalan. U nosini men hozir mana masalan odamni bo'yi bastini telefonni shunday o'tirgan vaqtda bilib bo'lmaydi. Masalan-da. Balkim odamni yuzi katta bo'lib turib kichraytirishi mumkin, telefon effektda. Yo bo'lmasa ozg'in bo'lib turib sal semizroq qilishi mumkin. Yoqimsiz bo'lishi. Men uchrashishdan qolaman. Ular bilan vaqtimni ketkazishim. Men asosida hozir oxirgi vaqtda hozir aytdim 1,5 yildan beri qo'zg'almayman hech yerga. Endi asosiy savollarga o'tsak, bu ikkita savolim bor asosiy. Ya'ni bu o'zimning savolim. Ha, ayting. Uy qachon olamiz? Uy. Sizni Toshkentda uy olmoqchi degan gaplar ham eshitdimmi? Olarmiz endi masalan uy olish uchun hozir sal yetishmovchilik bor. Olamiz. Men hozir kreditlarim ko'pdan, yana hozir olsam yana ham ko'payib ketadi-da uni. To'lashim kerak bo'lgan pul. Masalan hozir uy olish olsa, masalan 30% to'lab olaverasan uyni. To'g'ri. Lekin uni to'lash kerak, u davlat pulidan foydalanasan. Davlat pulini vaqtida joyga qo'yib qo'yish kerak uni. To'g'ri. Men hech qaysi bankdan hech qaysi qarz olib foydalanadigan pul berib foydalantiradigan bank tizimidan hech qayerda cho'rni spiskga tushmaganman. Vaqtida to'lab qo'yibman hamma narsani. Ya'ni hali shunda siz aytmoq hali uy olish planda yo'q. Kamida 1 yil. Endi bular unga sal pul yetmaydi. Pul yo'qroq. 26 ga nasib niyat bormi? Bilmayman, yangi yil ochalim olaman deb niyat etgandim, Xudo biladi. Xudo biladi. Agar Xudo bersa bir gün yetadi. Bir gün yetadi. Bir kecha yetadi Xudo bersa. Agar olaman desa 1 minutda olib tashlaydi. Minutda olib tashlaydi, to'g'ri. Bilmayman men, lekin Toshkentda собственныйim yo'q, ijarada yashayman men. Xabarimiz bor. Ijarada yashayman. Men yana bu o'tirgan joyingina bu o'zlarimizning uyi, bu yerda ota vatanim, men hozir yana Xorazmdamiz-ku biz. Shunday. Bu nima emas bu? Arenda emas bu yo boshqa emas. Shunday lekin. Yana hozir ko'rdingki, yan vaqtda ikki etajli imorat boshqa arendadan ona otam ham yashaydi, uyda ukam yashaydi. Ne diyecek mesela? Toshkentda masalan 70-80 ming, 100 ming dollar etrafında da uylar mesela. Yaxshi ne olaman desang, yaxshi rayonda. Men Yunusobodda yashayman men. Ko'p vaqtdan beri. Boshqa rayona o'tishim ham shart emas. Endi bolalar shu yerda katta bo'ladilar, shu yerda tug'ildilar. Yunusobodda, o'sha yer bizning makonimiz shu. Bo'ldi, tushundim. Yunusobod. Ikkinchi sizga savolim shu sizni kuzatib turgan do'stlaringizga, ukalaringizga, sizning muxlislaringiz va podpischiklaringizga nima deysiz? Men avvalambor o'zi meni kuzatuvchilarning hammasini hurmat qilaman. Xot u negativ bo'lsin, xot menga podarka ursin, xot urmasin, SMS yozami, yozmaymi. Sam главныйsi meni YouTube'im ular menga podpisnik, kuzatuvchi. Sizni kuzatyapti. Görəsi gələni üçün bana plusunu basıb qoydu. Şu işi Zekigəni tamaşa qılarlar, şurada bir nə болады deyib də. Bunların hammasını muvaffəqiyyət diləyim mən. Əgər də yosh oxuş
davrında yurgan bolalara yaxshi o'qinglar deyman. O'sha o'qishni bitkazib ishga yaragan bolalara to'ka ishni bosinglar deyman. Pul qilish kerak. Ro'zgor uchun ertaga oldiga chiqadi hammasini eldan chiqadi. Liboy odamni ayol bo'lami, erkak bo'lami, baribir vaqtlar o'tib eldan keladi. Shu o'tkazgan vaqtlarini yo'qotgan qimmat vaqtlari pulli ekanligini keyin sezadi odam. Men hozir o'zim bilaman-da endi, men ko'p boshqa tushga ko'z ko'radi. Da, shuning uchun aytsam, hayotda negativ bo'lmaslar. Xullas, og'alar, opalar, bugungi mahallamiz mehmoni Zek og'a, ya'ni Bunyod og'amiz bilan bo'lgan suhbatimiz o'z yakuniga yetdi. Xudo xolasa hali savollarimiz tugagani yo'q. Nasib qilsa, keyingi suhbatimiz Toshkentdanmi yoki o'z yurtingizdanmi uy olgan paytingiz, uyingizda o'tirib suhbat qilish nasib qilsa. Intervyuga qarshiligingiz yo'qmi? Sizga bir qanaqadir xijolat ko'rgan savollarimiz bo'lsa ayting. Yo'q, men ijolat bo'lmayman. Men hayotda yashab yurgan odamman. Men o'zimdan ijolat bo'laman. Lekin mana gapingizni bo'laman. Bunyod og'aga ham katta rahmat. Chunki bir og'iz telefonda og'a mana shunday sizda intervyu olmoqchiman deganlarimizda bizga yo'q demadilar.